Sorento qidirayotganlar uchun men sizlarga bitta variant ko'rsataman. Narxini video davomida aytaman, xudo xohlasa narxi zo'r chiqqan. 2024-yil yangi bashara restoranli Kia Sorento. Ranglari beli jemchug bo'ladi. Ichlarini bitta ko'rsataman. Kojniy salonda. Bunda ham 3 ta rejim bor, EcoSport normal bor. Xudo xohlasa mashina zo'r holatda, abagreiflari bor, mashina multimedia rullari bor, ko'rishingiz mumkin. Orqalarini ko'rsataman, olib haydashingizga tayyor, panorama luklari ham bor, balonlari ham zo'r holatda, mashina kraskasi top-toza, olib haydashingizga tayyor. Xo'p, narxini so'radi, 40 ming so'rayotdilar, narxini bo'lishini 38 ming bo'lsa berar ekanlar, pastda umrli qoldirdi. Yana sodasi bor ekan, bizning nomimizdan bemalol telefon qo'yinglar. Xo'p, okalar, generalniy domeniyasiga ham 12 ta viloyatga berar ekanlar, halol narsaga ham gaplashishingiz mumkin. Pastda umrli qoldirdi, okalar. Sizlarga savol, shu mashinadan olgan yaxshimi, yo'q? Buni puliga yoki Equinox olib haydagan yaxshimi? Fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Xudo xolasa, chiroyli narxlarda qilib beramiz. Sizlarga ham shunday xizmat kerak bo'lsa, okalar, bemalol telefon qo'yinglar. Mashinani olib qolish, sotib berish, ko'rib berish xizmati bor. Pastda nomer qoldirdi, okalar, bemalol telefon qo'yinglar. Qanaqa xizmat kerak bo'lsa, xudo xolasa 24/7 aloqadamiz. Joyingiz sog' bo'lsin, bizani kuzatishda davom etinglar.